أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sure Mü'minun 118 ayet. Mekke'de nazil bolgan. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Mü'minler hakikaten baxtga erişti. Şundaq mü'minler ki, ular namazlarda Allah'ın ulug'ligidan sur besip ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Ular behuda söz, behuda ishdan jiroq bo'lg'uchilardir. Ular zakat berguchilardir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlardan, cho'rilardan, boshqalardan saqlag'uchilardir. Bular bilan yaqinchilik qilg'uchilar malomat qilinmaydi. Bunun sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qilg'uchilar haddidan oshquchilardir. Ular ya'ni mu'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qilg'uchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkon bilan ado qilg'uchilardir. Ani shular ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar nozu ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni Bachchidonda joylashgan obimani qildik. Ondan obimanini laxti qonga aylantirdik. Ondan laxti qonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qondirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mahir yaratquchi Allah hikmat va qudrat jihatdan ulug'dir. Ondan sizlar cho'qim o'lisizlar. Ondan sizlar haqiqatan qiyomat kuni qabranglardan turg'uzilisizlar. Biz haqiqatan sizlarning ustonlarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz maxluqotdan g'ofil emasmiz. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni qurtuvitishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xurmo bog'chilari va üzüm bog'chilarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tursinodan chiqadigan zaytun daraxtini o'stirib berdik. Uningdan may chiqadi. Yeguchilar nonlarini shu may bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'rchug'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shini yeysizlar. Ular ya'ni to'ga va o'kizlar bilan quruqlikda, kemi bilan dengizda yuk to'shiysizlar. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud, barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmidagi imonsiz kattalar aytishdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi." Bundaq so'zni burunqi ota-bovlarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundur. Sizlar uni bir mezgil kutinglar.
Nuh ularning iman etishidan umidini uzgandan keyin Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin dedi. Biz Nuhqa bizning ko'z oldimizda vahiyimiz bo'yicha kemiya sig'in. Bizning buyruqimiz yetib kelgan va tonurdan suv etilib chiqqan chaqda kemiga hayvonlardan erkak kishi bo'lib bir juftdan elib olgin. Oilangdagilarni mu elib olgin. Ularning ichidagi halok bo'lishga hukm qilinganlar buningdan mustasno. O'zlariga zulm qilganlar to'g'risida menga so'z ochmag'in. Ya'ni ularga shafaat qilmag'in. Ular cho'qim to'pon balosida g'arq qilinadi deb vahiy qildik. Sen bilan birga bo'lgan mu'minlar bilan kemiga chiqqan chig'ingda jimi hamdu sana bizni zolim qavmdan qutqizgan Allohga xosdir degin. Hamda ey Parvardigorim, meni muborak manzilga tushirgin. Sen do'stlaringni eng yaxshi o'rinlashtirg'uchisan degin. Haqiqatan buningda, ya'ni Nuhning ummatining ishlarida aql egilari uchun nurg'un ibratlar bor. Biz bandalarni, payg'ambarlarni avatish bilan albatta sinaymiz. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmni paydo qildik. Biz ularga o'zlarining ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Hudni avatdik. U aytdi: Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar? Uning qavmining kafir bo'lgan, oxirat muloqotini yolg'onga chiqargan va bu dunyoda biz tarafdan bayashat turmushga ega qilingan kattalari aytdi. Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlar yeganni yeydi, sizlar ichganni ichidi. Agar sizlar o'zinglarga o'xshash bir insonga itoat qilsanglar, shubhisizki u chaqda sizlar cho'qim ziyon tortquchilarsizlar. U sizlar o'lib to'piga va quruq ustixonga aylangandan keyin tirilisizlar deb ogohlantiramdi. Sizlarga ogohlantirilgan ish to'limi jiroqdir. Bizning mushu dunyodagi hayotimizdan boshqa hayot yo'qdir. Biz o'limiz va tirilimiz. Ya'ni bir tarafdan o'lib turmiz, bir tarafdan tug'ilib turmiz. Biz qayta tirilmaymiz. U faqat Alloh nomidan yolg'onni to'qigan odamdir. Biz uningga ishonmaymiz. Hud aytdi: Parvardigorim, ular meni yolg'onga chiqarganliklari uchun menga yordam bergin. Allah aytdi: Ular uzunga qolmay kafir bo'lganliklariga nadomat chekidi. Ular haqliq ravishda qattiq ovoz bilan halok bo'ldi. Ularni biz lo'ja qilib etdik. Zolim qavm Allohning rahmatidan jiroq bo'lsin. Ularni halok qilgandan keyin boshqa bir qavmlarni paydo qildik. Har qanday ummat halok bo'lish vaqti kelmay turib halok bo'lmaydi. Halok bo'lish vaqtidan o'tibmi ketmaydi. Ondan bizning payg'ambarlarimizni orqa avatdik. Har ummatga uning payg'ambari kelgan chaqda ular uni inkor qilganlikdan ularni orqa halok qildik. Ularni kishilarga hikoya qilib qoldirdik. Iman etmaydigan qavm Allohning rahmatidan jiroq bo'lsin. Ondan Musa va uning qarindishi Harunni bizning oyatlarimiz bilan va
ro'shan pokit bilan Firavunga va uning qavmining cho'nglarga payg'ambar qilib avatdiq. Ular hakavurlik qilib imondan bosh tortdi. Ularmu takabbur qavm edi. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdiq. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ular u ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. Ular, ya'ni Bani Isroilni hidoyat topsin deb biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Biz Maryamning o'g'lini, ya'ni Isoni va uning onasini, ya'ni Maryamni kamoli qudratimizning dalili qildik. Ularni tüp-tüz, yaqin suluq bir egiz joyga o'rinlashtirdik. Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yanglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning parvardigoringlardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Ular, ya'ni ummatlar dinniy jihatda nurg'un firqalarga bo'lindi. Har firqa o'z dini bilan xo'shaldir. Ularni o'lganlariga qadar gumrohlikda tark etkin. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tez yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Hargiz undaq emas. Ular uqmaydi. Haqiqatan Parvardigorining hayvisidan qo'rquvchi kishilar, Parvardigorining oyatlariga ishonguchi kishilar, Parvardigorga sherik keltirmaydigan kishilar, sadiqi beradigan ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib bordiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Ana shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'ichlardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishquchilardir. Biz insonni faqat toqati yetadigan ish qila taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlari xotirlangan nomi amal bor. Ularga savobini kamaytirib etish yoki azobni oshirib etish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular, ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatdadir. Uningdan, ya'ni kufrdan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning boylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagahan ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisholmaysizlar. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Uni anglashdan yuz o'rib, orqanglarga chekinib olatdinglar. Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib, imondan yuz o'riydi. Kashlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'ni qiladi. Payg'ambar alayhissalomni so'kidi. Ular haq kalom, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan ota bo'g'ularga kelmagan yangi narsa kelmadimi? Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tonimay uni inkor qilyapamdi? Yoki ular uni majnun deyishamdi? Hargiz undaq emas. Ularga u haqiqatni elib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat, ya'ni
Qur'on ularning nafsi xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lg'ini yo'q. Ularga vaz nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga vaz nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkizganligingga haq talab qilamsan? Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Parvardigoringning sana bergan ajri yaxshidir. Allah rizq berguchilarning yaxshisidir. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetniguchilardir. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tirib etsak, cho'qim gumrohliklarda davomliq tengriqab yurishadi. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Parvardigoriga bo'ysunmadi. İltijo qilib duomu qilmadi. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular umidsizlanib ketdi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyatda oz shukr qilasizlar. Allah sizlarni zaminda nasllantirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Allah o'likni tirildirdi. Tirikning jinini oladi. Kech kunduzning o'zgarib turishi Allah'ның boshqarishidir. Tushunmamsizlar? Ular Allah'ның qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burunqilar nima degan bo'lsa, shuni dedi. Ular aytdi: biz o'lib to'piga va o'lib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta tirilamdik. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundoq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. Aytqinki, zamin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan pand nasihat olmamsizlar? Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshning parvardigori kim? Ular Allah deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allah deydi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoqtirilisizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni elib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Allah'ның balası yo'q. Uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundoq bo'lsa edi, u chaqda har iloh o'zi yaratgan mahluqni yolg'iz egallaydi. Ba'zisidan g'olib keladi. Allah ularning Allohga nisbat bergan narsalardan pokdir. Allah g'ayibni va oshkorini bilguchidir. Mushriklarning sherik keltirgan narsalardan ustundir. Aytqinki, Parvardigorim, agar menga ularga dunyoda va'da qilgan azobni ko'rsatadigan bo'lsang, Parvardigorim, meni zolim qavmlar ichida qilmag'in. Biz ularga va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini
ya'ni ularning sana qilgan masxarasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Parvardigorim, sana seg'inib, shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Parvardigorim, sana seg'inib, shaytonlarning menga hamro bo'lishidan panoh tilayman. Ularning, ya'ni kafirlarning biriga o'lim kelsa, aytidurki, Parvardigorim, meni dunyoga qaytirgin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlardan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ladi. Sur chelingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoladi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarazisi eg'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishguchilardir. Tarazisi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortquchilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Kalpuklari qo'rilib, tishlari echilib, badchiroy bo'lib qoladi. Ularga, sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan. Sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyiladi. Ular aytidi: Parvardigorimiz, badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib, gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Parvardigorimiz, bizni do'zaxdan chiqargin. Ondan dunyoga qaytirgin. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Alloh aytadi: Jahannamda xor holda qilinglar. Ustonlardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Shubhisizki, bandalarimdan bir turkum kishilar, Parvardigorimiz, biz iymon etdik. Bizga mag'firat qilgin. Bizga rahim qilgin. Sen bo'lsang, eng rahim qilg'uchisan deydi. Ularni masxir qildinglar. Hatto ular sizlarga mening zikrimni unutildirdi. Ya'ni ularni masxir qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan aziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishguchilardir. Allah ularga ziminda qancha yil turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundanmi oz turdik. Oy kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular do'zaxda chekayotgan azob tufaylidan ziminda qanchalik turganliklarini unutdi. Allah, agar sizlar bilsanglar, dunyoda faqat ozg'ini turdinglar deydi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi. Ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek biz hech qanday savobni bermaydigan, jazomi bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podsho Alloh ustundir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshining parvardigoridir. Kimiki hech qanday dalili bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Parvardigorining dargohida hisob beradi. Kafirlar haqiqatan nijot topmaydi. Parvardigorim, mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen rahim qilg'uvchilarning yaxshisisan degin.
Avlod ovozliq asarlari. Sura Nur 64 oyat. Madinada nozil bo'lgan. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey Muhammad, bu bir suradirki, uni biz sana nozil qildik. Uningdagi ahkomlarni farz qilib bekitdik. Ey mu'minlar, sizlarning vaz nasihat elishinglar uchun uningda sizlarni amal qilsin deb shariat ahkomlarini o'z ichiga olgan ro'shan oyatlarni nozil qildik. Zina qilguvchi ayol va zina qilguvchi erning har birini 100 darradan uringlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etilgan bo'lsanglar, Allohning dinining ahkomini ijro qilishda ularga rahim qilmanglar. Ularni jazolagan chaqda mu'minlardan bir turkum kishi hozir bo'lsin. Zina qilguvchi er faqat zina qilguvchi ayolni yoki mushrik ayolni oladi. Zina qilguvchi ayol faqat zina qilguvchi erga yoki mushrikka tegadi. U, ya'ni zina mu'minlarga harom qilindi. İffetlik ayollarni zina bilan qorilgan. Buning rostligiga adil 4 guvohchini keltirolmagan kishilarni 80 darra uringlar. Ya'ni birovga zina bilan tuhmat chaplagan har bir odamni qamcha va shuningga o'xshash narsalar bilan 80 ni uringlar. Chunki ular afifa ayollarga yolg'ondan tuhmat chaplagan va kishilarning obro'yini to'kkan odamlardir. Ularning guvohligini ular yolg'onchilik va tuhmat chaplash maydonida ching turadiganlar bo'lsa, hargiz qabul qilmanglar. Ular fosiqlardir. Ya'ni ular bo'hton chaplashdan iborat cho'ng gunohni ishlaganliklari uchun Allohning itoatidan chiqquchilardir. Keyin tövbe qilgan va amallarini tuzatganlar, ya'ni afifa ayollarga qayta tuhmat chaplamaganlar buningdan mustasno. Ularni kechiringlar. Guvohligini qabul qilinglar. Chunki Alloh mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni banda tavba qilib o'zini tuzatsa, uni Alloh mag'firat qiladi. To'limi mehribondir. Xotinlarni zina bilan qorilgan va o'zlaridan boshqa guvohchisi bo'lmaganlar guvohlik so'zining rost ekanligini dalillash uchun Allohning nomi bilan 4 qitim qasam qilsin. 5-qitimda agar yolg'onchi bo'lsam, menga Allohning la'nati bo'lsin desin. Xotin kishi erining yolg'onchi ekanligiga Allohning nomi bilan 4 qitim qasam ichsa, jazoga tortilishdan saqlab qolinadi. 5-qitimda u agar rostchilardan bo'lsa, ya'ni erimning gapi rost bo'ladigan bo'lsa, menga Allohning g'azabi bo'lsin deb qasam qiladi. Agar sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, cho'qim rasvo bo'latdinglar. Allah tövbini bekmi qabul qilg'uchidir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Shubhasiz ki sizlardan bir guruh odam Oyishaga bo'hton chapladi. Bu sizlar uchun yomon emasdir. Sabr qilganliginglar bilan savobga erishadiganliginglar uchun va Oyisha Saffonlarning pokligi oshkor bo'ladiganligi uchun balki yaxshidir. Bo'hton chaplag'uvchilardan kimning qanchalik gunohi bo'lsa, uningga shunchalik jazo beriladi. Bo'htonning cho'ng qismini tarqatgan odam, ya'ni Abdullah ibn Ubay qattiq azobga duchor bo'ladi. Bo'htonni anglagan chog'laringlarda
er ayol müminler nimishqa o'zlarini yaxshi deb qarab, bu aniq bo'hton demidi? Ular nimishqa 4 nafar guvohchini keltirmidi? Guvohchilarni keltirolmagankan, ular Allohning nazarida yolg'onchi hisoblanadi. Sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi. Bo'hton chaplag'ininglar uchun albatta cho'ng azobga duchor bo'latdinglar. O'z vaqtida bo'htonni tilinglar bilan tarqatdinglar. Bilmaydigan narsanglarni eg'izinglarga oldinglar. Uni sal chog'ladinglar. Halbuki Allohning nazarida u cho'ng gunohdir. Uni anglagan chig'inglarda nimishqa mundaq so'zlarni qilish bizga munosib emas. Ey Allah, sen paktursanki bu cho'ng bo'htondir demidinglar. Allah sizlarga nasihat qiladi-ki, agar mu'min bo'lsanglar, hargiz qayta mundaq so'zlarni qilmanglar. Allah sizlarga shariat ahkomlarini va güzel adab axloqlarni ko'rsatib beradigan oyatlarni bayon qiladi. Allah bandalarga foydali ishlarni obdan bilgichidir. Tadbir qo'llanishda va shariatini barpo qilishda hikmat bilan ish qilguchidir. Mu'minlar ustida yomon so'zlarning tarilishini yoqtiradigan odamlar shubhisizki dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Allah sirlarni va niyatlarni bilib turadi. Sizlar bilmaysizlar. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarni qattiq jazolaydi. Allah shafqatlidir. Nihoyat mehribondir. Ey mu'minlar, shaytonning kayniga kirmanglar. Kimiki shaytonning kayniga kiradigan, shayton uni qabih so'z harakatlarga, yomon ishlarga buyuruydi. Allohning sizlarga fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlardan hech odam abadiy pok bo'lmas edi va lekin Allah xohlagan bandasini pok qiladi. Allah sizlarning so'zlaringlarni anglab turguchidir. Niyatlaringlarni bilib turguchidir. Aranglarda ahli karam va davlatmand bo'lganlar xish aqribolarga, miskinlarga va din yo'lida hijrat qilganlarga bir narsa bermaslikka qasam qilmasin. Ularning gunohini afu qilsin, kechirsin. Allohning sizlarga mag'firat qilishini yoqtirmamsizlar? Allah nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Yomon ishdan bexabar iffatlik mu'min ayollarga qari chaplaydiganlar dunyo va oxiratda cho'qim la'natga uchraydi. Ya'ni Allohning rahmatidan ijroq qilinadi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Shu kunda, ya'ni qiyomat kunida ularning tillari, qo'llari va putlari ularning qilmishlaridan ularning ziyniga guvohlik berdi. Shu kunda Allah ularga to'liq tegishlik jazosini berdi. Ular Allohning oshkora haq ekanligini biladi. Yomon ayollar yomon erlarga loyiqdir. Yomon erlar yomon ayollarga loyiqdir. Yaxshi ayollar yaxshi erlarga loyiqdir. Yaxshi erlar yaxshi ayollarga loyiqdir. Ana shular ularning chaplagan bo'htonlardan pokdir. Ular mag'firatdan, nozu ne'matlik jannatlardagi esil rizqdan bahramon bo'ladi. Ey mu'minlar, boshqalarning uylariga kirishga ijozat so'ramagicha va uy egasiga salom bermagicha kirmanglar. Vaz nasihat elishinglar, ya'ni bu güzel axloq adabga amal qilishinglar uchun bu, ya'ni ijozat so'rab va salom berib kirish, ushtum-tut kirishdan sizlarga yaxshidir. Agar boshqalarning uylarida hech odam bo'lmasa,
sizlarga ijozat berilmagicha kirmanglar. Agar sizlarga qaytinglar deyilsa, qaytib ketinglar. Qaytib ketish sizlar uchun eng yaxshidir. Allah sizlarning qiladigan amallaringlarni bilib turguchidir. Shaxsiy turalg'i bo'lmagan, ya'ni do'kon saroylarga o'xshash uylarga hojitinglar tushib kirsanglar, sizlarga hech gunoh yo'qdir. Allah sizlarning oshkorlig'inglarni yo'shirg'ininglarni bilib turdi. Mo'min erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Allah haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardor. Mo'minalarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin. Avratlarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini oshkorlamasin. Lechaklari bilan ko'kraklarini yopsin. Tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarini erlaridan, otlaridan ya qiyin otlaridan ya o'g'illaridan ya erlarining o'g'illaridan ya o'z qarindoshlaridan ya qarindoshlarining o'g'illaridan ya hamshirlarining o'g'illaridan ya dindosh ayollardan ya qo'l ostidagi cho'rilardan ya xotinlarga ehtiyoji yo'q xizmatchilar, ya'ni qeri daldush bo'lganlikdan, jinsiy shahvati yo'qlardan ya ayollarning uyatliq joylarini uqmaydigan, ya'ni balog'atga yetmagan bolalardan boshqa kishilarga ko'rsatmasin. Zinnatlarini kishilarga bildirish uchun oyoqlarini yerga urmasin. Ey mo'minlar, baxtga erishishinglar uchun hammanglar Allohga tavba qilinglar. Aranglardagi boytoq ayollarning va yaxshi qul va yaxshi cho'rilaringlarning beshini o'nglab qo'yinglar. Agar ular yo'qsiz bo'ladigan bo'lsa, ularning yo'qsizligi sizlarning ularning beshini o'nglab qo'yishinglarga to'siq bo'lmasin. Allah ularni o'z karimi bilan boy qiladi. Allahning karimi kengdir. Allah bandalarning manfaatini bilgichidir. O'ylanmaydiganlar Allah ularni o'z karimi bilan boy qilgucha o'zlarini iffatlik tutsin. Qullaringlardan to'xtam tuzishni tilaydiganlar, ya'ni xo'jisiga muayyan pul mol to'lash sharti bilan o'zining ozod qilinishini tilaydiganlar bilan agar ularning sadoqatini bayqisanglar, to'xtam tuzinglar. Sizlarga Allah ato qilgan mol-mulkning bir qismini o'zlarini ozod qilishga yordam tariqasida ularga beringlar. Agar sizlarning cho'rilaringlar iffatlik bo'lishni xolasa, bu dunyoning ozg'ini melini deb ularni payishiga majburlamanglar. Kimiki ularni payishiga majburlaydi ekan, majburlangandan keyin Allah ularni mag'firat qilguchidir. Ularga rahim qilguchidir. Ya'ni payishiga majburlanganligi uchun Allah ularni javobgarlikka tortmaydi. Majburlug'uchilarni qattiq jazolaydi. Ey mo'minlar, biz sizlarga ro'shan oyatlarni, sizlardan ilgari o'tgan ummatlardan misollarni va taqvodorlar uchun vaz nasihatlarni shak shubhisiz nozil qildik. Allah osmonlarning va zaminning nuridir. Allohning mo'min bandasining qalbidagi nuri xuddi chiroq qo'ydigan takchiga o'xshaydi. Uningda chiroq bordir. Chiroq shishining ichidadir. Shisha go'yo nurliq yulduzdir. Chiroq muborak zaytun daraxining yig'i bilan yo'rtilgan. U, ya'ni zaytun daraxi sharq tarafdanmi emas, g'arb tarafdanmi emas, sahroda ochiqchilikda bo'lib, kun bo'yi uningga kun nuri tushib turdi. Shuning bilan uning mevasi pishib yetilgan bo'ladi. Yig'i eng suzuk bo'ladi. Suzukligidan o't tegmisimi yo'rib ketayli deb qoladi. O't bilan yo'ritilsa, nur ustiga nur qo'shiladi. Allah xohlagan kishini
uning nuriga, ya'ni Qur'onga ergishishga muvaffaq qiladi. Allah ibrat olsun deb kishilarga misollarni ularning fahmiga yaqinlashtirib bayon qiladi. Allah hamma narsani bilguchidir. Allah'ның ulug'lanishi va ismining yod etilishi buyurilgan masjidlarda müminlar attigan oqshomda tasbih aytib turdi. Ular shundoq erlarki, savdo setiq ularni Allah'ni zikr qilishdan, namoz o'tashdan, zakot berishdan g'aflatda qoldirmaydi. Ular dillar va ko'zlar qalaymiqonlashib ketadigan kun, ya'ni qiyomat kunidan qo'rqidi. Allah'ni o'zlarining qilgan yaxshi amallariga mukofot bersin va o'zining fazlidan oshirib bersin deb ular shundoq ibodatlarni qiladi. Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi. Kofirlarning yaxshi amal deb o'ylagan amallari bayovondagi sarrobga o'xshaydi. Tashna odam uni suv deb gumon qiladi. Uning yeniga kelsa hech narsa ko'rinmaydi. Ya'ni suv ko'rinmaydi. U Allohning o'z amalining yenida kuzatib turg'ichi ekanligini bayqaydi. Allah uning qilmishiga tegishli jazo berdi. Allah tez hisob olg'uchidir. Yoki ularning yaxshi va gumon qilgan amallari cho'nqur dengizdagi qorong'ulikqa o'xshaydi. Uni, ya'ni dengizni qatma-qat do'lqinlar va do'lqinlarning ustidagi qora bulutlar qoplab turdi. Mana bu qatma-qat qorong'uliklardir. Bu qorong'ulikqa giribtor bo'lguchi qo'lini uzatsa, barmoqlarini ko'rolmaydi. Allah nur ata qilmasa, kim bo'lmasin nurni ko'rolmaydi. Ya'ni Allah hidoyat qilmagan odam hargiz hidoyat topmaydi. Allohga osmonlardagi va zimindagilarning va qanotlarini kergan holda uchib ketayotgan qushlarning tasbih etadiganligini sen bilmamsan? Allah her maxluqning duosini va tasbihini biladi. Allah ularning qiladigan ishlarini to'liq bilguchidir. Osmonlarning va ziminning podshohligi Allohga xosdir. Xaloyiqning oxiri qaytadigan joyi Allohning dargohidir. Ko'rmamsanki, Allah bulutlarni haydaydi. Andın ularni bir-biriga qo'shidi. Andın ularni to'playdi. Shuning bilan bulutning orasidan yomg'ir yoqqanligini ko'rsan. Allah osmondagi tog'dek bulutlardan mo'ldir yog'dirdi. Uni Allah xohlagan odamga yetkazdi. Ya'ni uning bilan xohlagan odamning ziroati, mevasi va chorvalarga ziyon yetkazdi va uning zinidan xohlagan odamni saqlaydi. Chaqmoqning yo'riqi qarg'uchilarni ko'zlaridan ayirib tas qoladi. Allah kechi bilan kunduzni almashtirib turadi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Allah har bir jondarni suvdan yaratdi. Ularning ba'zisi qo'rsqi bilan mang'idi, ba'zisi 2 put bilan mang'idi, ba'zisi 4 put bilan mang'idi. Allah xohlagan maxluqotlarni yaratdi. Allah haqiqatan har narsaga qodirdir. Shubhisizki biz ro'shan oyatlarni nozil qildik. Allah o'zi xohlagan kishilarni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Munofiqlar Allohga va payg'ambarga iymon etdik va itoat qildik deyishidi. Ondan ulardan bir jami shuningdan, ya'ni iymonni da'vo qilgandan keyin shariat hukmidan yuz o'riydi. Ular haqiqatda mu'min emas. Ularning orasida payg'ambar hukm chiqarish uchun ular Allohning va payg'ambarning hukmiga chaqirilsa, ulardan bir jami payg'ambarning oldiga hozir bo'lishdan bosh tortadi.
Agar haqiqat ularning tarafida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhissalomning haq hukm chiqardiganligini biladiganliklari uchun payg'ambarga bo'ysungan holda kelishidi. Ularning dillarida munofiqlik elati bormi? Ya Muhammad alayhissalomning payg'ambarligidan gumonlanamdi? Ya Allohning va uning payg'ambarining ularga adil bo'lmasligidan qo'rqamdi? Yo'q. Ular Rasulullohning hukmidan bosh tortganliklari uchun zolimdir. Payg'ambar mu'minlarning orasida hukm chiqarish uchun ular Allohga va uning payg'ambariga chaqirilgan chaqda ular angladik va itoat qildik deyishlar kerak. Mana shunday kishilar maqsadga erishguchilardir. Allohga va uning payg'ambariga itoat qilgan, Allohdan qo'rqqan va uningga taqvodorlik qilgan kishilar baxtga erishguchilardir. Munofiqlar agar sen ularni jihodga chiqishga amr qilsang, cho'qim chiqadiganligiga Alloh bilan kuchlik qasam qiladi. Aytqinki, qasam qilmanglar. Qasaminglar yolg'on. Sizlardan talab qilinadiğini sadoqatlik bilan itoat qilishdir. Allah sizlarning qilmishinglardan haqiqatan xabardordir. Aytqinki, Allohga itoat qilinglar. Payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular Allohga itoat qilishdan bosh tortsa, payg'ambarning elchilikni yetkazish mas'uliyati bor. Sizlarning itoat qilish mas'uliyatinglar bor. Agar payg'ambarning amriga itoat qilsanglar, hidoyat topsizlar. Payg'ambarning faqat tushunishlik qilib tabliğ qilish mas'uliyati bor. Allah ichinglardagi iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilarga ulardan burun o'tganlarni zaminda hukmron qilgandek ularni cho'qim hukmron qilishni, ular uchun tanlagan dinni cho'qim mustahkam qilib berishni va ularning qo'rqinchisini amallikqa aylantirib berishni va'da qildi. Ular menga ibodat qiladi. Menga hech narsani sherik keltirmaydi. Shu va'dadan keyin kafir bo'lganlar Allohning itoatidan chiquvchilardir. Allohning rahmatiga erishishinglar uchun namoz o'qinglar, zakot beringlar, payg'ambarga itoat qilinglar. Kafirlarni ziminda Allohning azobidan qechib qutula oladi deb o'ylamagin. Ularning joyi dozoq bo'ladi. Dozoq nima degan yomon joy. Ey mu'minlar, sizlarning qullaringlar, cho'rilaringlar va ichinglardagi balog'atga yetmagan bolalar namoz bomdoddan burun tushda uxlash uchun kiyiminglarni solgan chig'inglarda va xuftandan keyin mushundoq 3 vaqtda yininglarga kirsa, sizlardan ijozat so'rasin. Bu 3 vaqt sizlarning avratinglar echilib qoladigan vaqtdir. Bu 3 vaqtdan boshqa vaqtlarda ular sizlarga kirsa, sizlargimi, ulargimi hech gunoh bo'lmaydi. Sizlar bir-biringlar bilan berish kelish qilib tursizlar. Allah sizlarga oyatlarni, ya'ni shariat ahkomlarini ana shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Kichik bolalaringlar balog'atga yetganda, ular ilgirkilar, ya'ni cho'nglar kirishda ijozat so'ragandek, uyga kirishda hamma vaqt ijozat so'rasin. Allah oyatlarni, dinning ishlarini sizlarga shundoq bayon qiladi. Allah hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yotliq bo'lishni xohlamaydigan yashangan ayollar zinnatlarini oshkorlamagan holda rida, nimchiga o'xshash tashqi kiyimlarini silvatsa, erlarning oldida odatki kiyimlari bilan yursa, hech gunoh yo'qdir. Tashqi kiyimlarini silvatishdan saqlansa, ular uchun yaxshidir. Allah hammani anglab turguchidir, bilib turguchidir. Jihodga chiqolmasa, amaga gunoh yo'qdir. Tokurga gunoh yo'qdir.
keselge günah yo'qdir. Ey insonlar, sizlar o'z uyinglarda, ya'ni erlaringlarning, ayollaringlarning uylarida, otalaringlarning uylarida, onalaringlarning uylarida, qarindoshlaringlarning uylarida, hamshiranglarning uylarida, ya otanglarning qarindoshlarining uylarida, otanglarning hamshirlarining uylarida, ya onanglarning qarindoshlarining uylarida, ya onanglarning hamshirlarining uylarida, ya sizlar oshqushlarini boshqurganlarning uylarida, ya'ni uy egisi sirtqa chiqib ketib, uy bilan oshqushni sizlarga topshirganlarning uylarida, ya do'stlaringlarning uylarida ijozatsiz birer nima yesanglar gunoh yo'qdir. Sizlar to'plashib yesanglarmi ya yakki yesanglarmi gunoh yo'qdir. Sizlar uylarga kirgan chig'inglarda o'zinglarga, ya'ni uydagi kishilarga Alloh belgilagan muborak pak salomni beringlar. Ya'ni assalomu alaykum denglar. Allah sizlarni tushunsin deb oyatlarni mushundoq bayon qiladi. Allohga va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar komil mu'minlardir. Ular musulmonlarga foydali bir ish ustida maslahatlashish uchun payg'ambar bilan jam bo'lgan chog'larida payg'ambardan ijozat so'ramag'icha ketib qolmaydi. Sendan ijozat so'raydiganlar Allohga va uning payg'ambariga iymon etadigan kishilardir. Ba'zi shaxsiy ish uchun ular sendan ijozat so'rasa, ularning ishidan sen xohlagan odamlarga ijozat bergin. Ularga sen Allohdan mag'firat tilegin. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, payg'ambarni sizlar bir-biringlarni chaqirgandek chaqirmanglar. Sizlardan payg'ambarning suhbatidan asta sug'urilib g'ibida chiqib ketganlarni Allah albatta biladi. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan ya oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bilinglarki, osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning mahluqotidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Allah sizlarning amaliy ahvolinglarni bilib turdi. Bandalar Allohning dargohiga qaytariladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida Allah ularning qilgan ishlarini ularga aytib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Furqon 77 oyat. Mekkada nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Butun jahon ahlini Allohning azobidan ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayirg'uchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barkati buyukdir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning balasi yo'qdir. Podshohlikda sherikimi yo'qdir. Allah hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. Mushriklar Allohni qo'yib hech narsani yaratolmaydigan va o'zlari yaratilgan ilohlar, ya'ni butlarga ibodat qildi. Ular, ya'ni butlar o'zlaridan biror ziyonni dafi qilolmaydi. O'zlariga biror foydani keltira olmaydi. Boshqalarning jinini elishqa, boshqalarga hayot beg'ishlashqa yoki o'liklarni tirildirishga qodir bo'la olmaydi. Kafirlar bu, ya'ni Qur'on faqat u, ya'ni Muhammad o'zi to'qigan
yolg'ondir. Uningga uni to'qishqa boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'hton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopladi. Ular aytdi: bu burunqilarning afsonalaridirki, ularni u yozdirib olgan. Hipiz qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilyotdi. Aytqinki, uni osmonlardagi va zimindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Allah haqiqatan nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Mushriklar Muhammad alayhissalomni masxir qilib aytdi: bozorlarda biz tomoq yegandek tomoq yeydigan, biz mang'andek mengib yuradigan bu qandoq payg'ambar? Uning bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Allah uningga nemishqi bir farishta avatmidi? Ya uningga bir xazina berilmidi? Ya uningga meyvelerini yeydigan bir bog' berilmidi? Zalimlar, ya'ni kafirlar, sizlar faqat sehrlangan bir odamga ergishyapsizlar dedi. Mushriklarning sening uchun nurg'un misollarni keltirganligiga qarag'in. Ular ozdi. To'g'ri yo'l topolmaydi. Allohning barkati buyukdirki, agar u xolisa, sana ularning aytganlaridanmi yaxshi ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. Yo'q. Ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz dozoqni tayyorladik. Dozoq ularni jiroqdan ko'rgan chaqda, ular dozoqning g'azabdan qaynagan va eshakdek hangirgan ovozini anglaydi. Ular zanjir bilan bog'langan holda dozoqning tor yerga tashlangan chaqda, bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Ularga bugun sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. Ularga aytqinki, shu dozoq yaxshimi yo taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joyidir. Ular jannatda xohlagan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Parvardigoringdan ishqa oshirish tilinadigan va'dadir. Shu kunda Allah ularga qo'shib, ular Allohni qo'yib cho'qingan narsalarni yig'idi. Ondan Allah ularga: mening bu bandalarimni sizlar ozdirdinglarmi yo to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi deydi. Ibodat qilinguvchilar aytadi: ey Allah, sen poktursan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening maxluqotingdan hech ahadiga loyiq emas. Lekin sen ularni va ularning ota-bovlarini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ular halok bo'lguchi qavm bo'ldi. Shubhisizki, ibodat qilinguvchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zlaringlarni inkor qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dafi qilishqimi va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishkimi qodir bo'la olmaysizlar.
sizlardan kimiki Allohga sherik keltirish bilan o'ziga zulm qiladi ekan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. Biz sendan ilgari avatgan payg'ambarlarning hammasila albatta tamoq yeydi. Bozorlarda minib yuratdi. Ba'zinglarni ba'zinglar bilan sinidiq. Savr qilamsizlar? Ya'ni savr qilinglar. Parvardigoring savr qilguvchilar bilan savr qilmovchilarni ko'rib turg'uchidir. Avlod ovozliq asarlari.